192 kvadratli barbershop premium klassdagi, ya'ni biz erkaklar uchun juda ham foydali va maza qilib o'tiradigan joyimiz. Buni ham nomi Prezident. Ya'ni bu yerda haqiqatan premium klassdagi eng o'zini hurmat qilgan insonlar uchun barbershop bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana shohboz prorab biriktirilgan bu yerga. Shohboz bu yerda tugatdik, mana elektrikani tugatdik, santexnika, перегородкалар bo'ldi, to'pli pol bo'ldi, aytgancha to'pli poldi. Buni styashkasini oldingi quyilgan styashka ham 10 sm bilmay 20 sm juda qiyin bo'ldi buni ham, lekin mana bir xil urvinda qilib уже to'pli pollarni ham tortdik. To'pli pollarni ham kollektorni shu yerga mana yiqqanmiz. Pomisheniyamiz katta bo'lganligi sababli o'rtasidan bo'ldik. Bu kollektor bu yoq tarafini oldi tarafimizda, chunki oyna stikloniy bo'lgan. Yoq tarafiga addinni boshqa kollektor qilib yig'ilgan. Bu yerda o'tiradigan odamlar, ya'ni bu nima deyiladi, biznes klass odamlari bo'lsa, bu yoq уже VIP bo'ladi. Bu yoq VIP. Ya'ni har bitta xonada alohida tak nomi ham bekorga prezident emas. Ya'ni degan odam o'zini prezident taqib qilib, juda ham bunga ham qiziqchilar, bizni kuzatinglar. Borchilar doimiy storlar qo'yib yuribmiz. Attestatsiya qilishni unutmaslik kerak.